Men sizga nima deyapman? Yo'q, men senga nima deyapman? Qaytarib olmadim, o'sha yerga ko'chib o'taver. Bu yerda ketmoqchi edik-ku. Yo'q, men ketmoqchi emasdim. Bu yerlar men uchun qanchalik qadrli bilasiz-ku, men. Yo'q, kechir, lekin afsuski kechikka to'g'ri keladi. Bugun şeyde xullas bugun videorolikimizda nimagadir meni uyimni o'tgan videolarimni ko'rmagan bo'lsangiz ko'ringlar. Meni uyimni qaytarib berishi kerak edi, lekin qaytarib bermadi. Yolg'onchi, dedi-ku. Xo'sh, nima qilaman endi men? Xo'sh, boshqa qishloqqa ket deyapti. Manzilini tushuntirib berdi hozir. Xo'sh, nima qilishim kerak men unga hozir tushunmayapman. Mayli, bu qishloqdan ketaman. Hozir qo'shninikida yana ko'rib turaman. Qo'shni ham mayli necha deyapti. Mayli, qo'yasan bot deyapti. Hozir men bilan gaplashamiz va ertaga bitta qishloqqa ketaman. Umid qilamanki, u yerda yangi do'stlar orttiraman. Mayli, qanunda ketdik. Xo'sh, oyat Miram o'zi sirri g'adoyingi. Kashmir menga bo'lmasa pulni qaytarib berdi. Ana u sandiqdami? Ha, u sandiqda turibdi. O'sha yerdagi narsalar pulni qaytarib berdim xolos. Boshqa yeri qaytara olmadim, uzr lekin. Men ham ketganga men tushunaman, lekin boshqa ilojim yo'q menga tahdid qilgan bo'lsa. Mayli, manzilni bilasan-a, tushundingmi ishqilim? Ha, tushundim. Mayli, bo'pti, oxirgi marta aylanib olay qishlog'imga. Do'stlar, bu qishloq qanchadan beri meni bilandi. Mayli, mana bitta qishloqqa. Do'stim, qishloqqa nima deysan? Ketyapsanmi? Kecha eshitdim. Ha, ketyapman. Afsuski. Mayli, ben ko'rgan kelib turasan-a? Albatta kelib turaman. Mayli, u yerda ham do'st topaman. Mayli, qishloq do'stim. Xo'sh, do'stlar, mana qani ko'raylikchi, men ish qilib berdimikin narsalar. Yaxshi narsalar. Sehrlangan narsalar mencha sayohatga meni boy ham yaramas. Boy. Nimaga bunaqa qildi tushunmayman. Biroq uyga qaytarib bersin edi. Mayli, bu narsalarni kiyib olamiz. Ham chiroyli. Xo'sh, bularni hammani to'plab olaman. Bo'ldi, mana juda ham yaxshi bu quyuq ekan. Mayli, lekin zato pullar bor. Bu bilan ketaman. Men juda ham uzoq yo'l bas shu. Ancha yurgandan keyin chiqib qoladi. Xo'sh, ko'raylik qanchalik uzoq, qanchalik yaqin. Gullar u yerlarga yetib borganimdan keyin, yaqinlashganimdan keyin xullas xabar beraman. Atgacha bitta narsani aytib qo'ymoqchi edim. Menimcha vashi judayam uzoq ekan yo'lim. Shunaqangi uzoq dengizdan o'tishim kerak ekan. Shuning uchun narsalarni silib ketishim mumkin. Lekin pullarni ishlatmayman hozircha. Mayli, unda dengizga turib bo'pti, qani unda ketib borgandan keyin. Do'stlar, menda yomon xabarlar bor. Nima deysangiz, sababi men juda ham uzoq yurdim va narsalarimni hattoki yo'lda sinib ketib yangilashga hali ulgurganim yo'q. Va sehrlanmagan bo'lsa ham narsalar yasab oldim. Ko'ngga ham tushdim. Xullas, juda ham ko'p sayohat qildim. Mana shu yerlarda orqasida endi bo'lish kerak. O'rmon narsalarim sinib ketdi. Mana vana xo'ya do'stlar, mana qishloq. Merda u tanish ekan, yana bitta merlar. Buni yerda qishloqqa bitta avvalgi do'stimdagi qishloqi ekan. Juda ham yaxshi bo'lishi kerak bu yerlar. Qani ko'raylikchi. Juda ham yaxshi qishloq. Yaxshi. Menimcha bu merni yuborsa kerak. Qani kirib ko'raylikchi. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Mana hayya, sen yetib keldingmi? Yetib keldim.
nega bu yerda ko'ryapsiz? Xullas, anaqa shan mana shu keyin mana bu tarafdagi narsa. Uymi, menga yaxshigina yuribsiz ha. Xo'sh, rahmat katta mer. Ularga mer bilan aytib qo'ygan bo'lsam, menga yo'qolib qoldi. Nima uryapsanmi? Xo'sh, nima bilib yurachalab chiqib mayli, lekin mana shu meni uyim ekan. To'xtanglar, kalit menimcha ichida bo'lsa kerak kalit. Qani, eshik ochiq ekan. Yuqori yuradiganlar, gullar yaxshi. Xo'sh, buni bo'lyapti ulasda. Xo'sh, bu yerda hatto katta o'rt ham bor ekan stol bilan. Yaxshi. Bu yerda hatto narsalar sandiqda qo'yishgan. Menimcha o'shatib qo'yishgan bo'lsa kerak. Xo'sh, qani ko'raylikchi. Bitta kompyuter endi montajlarimiz yaxshilama. Kompyuterni buzib qo'ydim. Mayli, nifiga ko'raveramiz. Xo'sh, bo'ldi. Xo'sh, kompyuterni buzib qo'ydim. Xo'sh, joy yaxshi, to'rtchalar juda ham yaxshi do'stlar. Rajamni hamoncha ketkizdim, savdogar bilan. Xo'sh, endi dam olaman bu yerlarda mencha ko'p. Qani jicha qishloqda aylanaychi. Yaxshi, takoy akkuratno hammasi menimcha. Yaxshi. Har bitta bu yerda bitta ko'zdan kechiraychi. Menimcha omborxona, qani omborxonalar bor. Bitta qishloq bo'lsa kerak bu yerda. Beta narsalar bor ekan. Bo'ldi, demak bu yaxshi narsa. Qani bu bitta chiqib yasamasa kerak. Mushlar xo'sh, hamma uyda mana shunaqa bo'lmasin. Qani, lekin bu birovdi uy shekilli, qani eshik. Yaxshi, bitta ham yashar ekan. Bitta ham zo'r kirsam maylimi? Kiraver. Xo'sh, bitta uyingizni ko'rib olay. Nimaga uyingizni ko'rib hayronman. Mayli ko'raver. Xo'sh, obunachilarga taklif qiladi. Sen obunachilarmi? Videolar bosishmi? Bilmadim. Kelinglar do'stlar, videoga like bosing kanalimizga. Abunə olib qo'yinglar. Mayli do'stlar, yaxshi. Xo'sh, qani ko'raylikchi. Yaxshi, bu yerlar ham yaxshi. Bu yerda savdo magazini. Qani, bundaqadan yerdan so'raylik, qachon savdo magazinini qayerdan topsam bo'ladi deb narsalarni. Mer. Nima deysan? Bu yerda savdo magazinlari bormi? Yaqinda ertaga quriladi. Sen kelishingizga qurilyapti hammasi. Yaxshi. Nimaga bu yoqni yutyapsan? Seni obchog'ini chiqarib qo'yaman. Bo'pti. Xo'sh, demak, ertaga nima qilaman men? Ochtirmayman-ku. Hozircha qoldim, hozir. Bu hattoki kichkina bolachalar ham bor ekan bu yerlarda. Yaxshi. Bu yerda yaxshi, juda ham yaxshi. Ko'mirlar ham bor. Xo'sh, endi bu do'stlar meni yangi qishlog'im, o'zimning qishlog'im. Mayli. Hozircha dam olaman. Mana bu yerga qo'yaman. O'g'lamasa kerak menimcha. Xo'sh, ertaga qayerdan qurilishi bilmayman-ku. Menimcha ko'p narsalar qurilsa kerak. Men olmadim-da. Mayli, unda uxladim. Dam olaman. Tabii charchab ketdim. Siz nimaga kirdingiz? Men bitta narsani aytmoqchi edim. Nima narsani? Haligiday senda shu mana bu taraflarda, mana shu tarafdami? Mana shu taraflarda bitta qishloq bor. O'sha yerga yoki tanishga borasanmi? Shunchaki so'rayapman-da. Mayli, bormasam. Boraman. Xo'sh, mayli. Sizlar nimaga? Shunchaki. Boshqa yoqda o'ynanglar. Iltimos, meni bu yerlarda o'ynamanglar. Mayli. Xo'sh, eshikni yopamiz. Ko'rmadim negadir. Mayli, mana shu taraflarga boraylikchi. Bo'lish kerak ekan qishloq. Ham hozir men borib keldim do'stlar.
ko'rmadilar. U yerda bitta tanishim bor ekan. U bilan bitta tanishim, bitta player bor ekan. O'yinchi bor ekan. Bilan do'st bo'lib oldim. Xo'sh, bo'pti bo'ldi. Endi video paytlari ham bo'p qoldi. Ertaga bo'ladi. Siz nimaga meni o'yimga kiryapsiz? Ha, siz shu yerda bo'ling. Bitta narsa xulosaman o'yinda. Yo'q. Telefon. Yuzay xo'sh. Qanunda video xatoga pianino ham bor. Va videoga like bosib kanalimizga bo'ling. Albatta obuna bo'ling. Shu narsaga iltimos amal qiling. Va iltimos bosib qo'ying va fikringizni bildiring. Xo'sh. Umid qilamanki shu uchala narsaga amal qilasizlar. Mayli, o'tgan hammangizni Ramazon bilan tabriklayman. Xo'sh, men bo'lsa shunchaki qishloqni aylanaman va menlardan nima qilish kerakligini bilaman va mayli. Videoga like bosib kanalga obuna bo'ling. Xayr.